bunaqa muomala qilishimiz sizga o'xshab qonunni bilmasligidan. Jurnalistlar faqat axborot xizmati orqali ma'lumot oladi degan biror jumlani ko'rdingizmi? Tahlil qila olmas ekansiz, a? Вот какой ответ, такой привет degan kitob bor, bilasizmi? Yo'q, bilmayman. E'tibor bering. Bu yerda nazarda tutilgan hollardan boshqa deb aniq yozilgan. Какой ответ, такой привет degan kitob bor. O'shanadan o'qiganmisiz o'sha kitobni? To'g'ri. O'sha kitobni ham olib o'qib oling yaxshilab, xo'p? Shuni olib kelib bersizmi, o'qiyni? Bo'ladimi? Mas'uliyatsizligingizni misol tariqasida Yunusoboddagi xodimlaringizning noqonuniy harakatlari oqibatida yuzaga kelgan muammo. Xalaq beryapsiz xodimlar faoliyatiga hozir. Qanaqa xalaq beryapman aka? O'z vakolatni suiiste'mol qilyapsiz. Qanaqa suiiste'mol qilyapman? Xuddi shunaqa suiiste'mol qilyapsiz. Men bilan gaplashishingiz kerak agar siz savolingizga javob Aka, berasiz. qonunda yo'q-ku, o'qib ham berdim, tahlillar qilib berdim, tahlil qila olmagan bo'lsangiz. Ommani chalg'itish uchun yolg'on axborot tarqatib, fuqarolarni o'zini aybdor qilgansiz. Siz biz bilan bunday ohangda gaplashayotganingizning sababi nima? Bugungi videomiz Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xodimi Shohrux G'iyosovga bag'ishlanadi. Assalomu alaykum. Biz jurnalistik surishtiruv o'tkazish maqsadida Surxondaryo viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasiga bordik. Surishtiruv jarayonida Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xodimi Shohrux G'iyosov biz bilan bog'landi. Keling avval suhbatdan bir parchani qo'yib eshittiramiz. Demak, bular yuzma-yuz ma'lumot bermaydi, to'g'rimi? Yo'q. Qonunda aniq ko'rsatilgan. Qaysi qonun degandingiz? Ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun. Nechinchi moddasi edi? 34-moddasi. 34. Nima deb yozilgan? Ochib qarasangiz bilasizlar. Hozir ochib qarayman. Ichki ishlar organlari xodimlarining huquqiy himoya qilish kafolatlari. Ichki ishlar organi xodimi davlat organi vakili sifatida ish yuritadi va davlat himoyasi ostida bo'ladi. Ichki ishlar organi xodimi xizmat majburiyatlarini bajarish chog'ida faqat bevosita yoki to'g'ridan-to'g'ri boshliqqa bo'ysunadi. Qonun bilan vakolat berilgan shaxslardan tashqari hech kim ichki ishlar organi xodimining qonuniy faoliyatiga aralashish, ichki ishlar organi xodimini qonun bilan ichki ishlar organi zimmasiga yuklatilmagan majburiyatlarni bajarishga majburlash huquqiga ega emas. Qonunga zidligi aniq bo'lgan buyruq yoki farmoyish olganda ichki ishlar organi xodimi uni bajarishni rad etish huquqiga ega va qonunga amal qilishi shart. Ichki ishlar organi xodimi o'z ish yurituvi bo'lgan ishlar va materiallarning mohiyati haqida biron bir tushuntirish berishga, shuningdek ishlar va materiallarni shu jumladan fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlariga daxldor ishlar hamda materiallarni tanishib chiqish uchun qonunchilikda nazarda tutilgan hollarda tartibdan boshqacha tarzda taqdim etishga majbur. Eshitdingiz-a? Qarang. Qonunchilikda nazarda tutilgan hollardan tashqari deyapti. Biza men sizni tushundingiz? Yo'q, men sizga tushuntiryapman. Okay, men o'qidim. Men o'qidim. Mana shu yerda yozib qo'yilgan. Qonunchilikda nazarda tutilgan hollardan tashqari deb. Boshdan o'qing. Boshdan o'qing. Boshdan boshlab o'qib kelyapman. Aynan qayerni aytyapsiz? Yo'q, mana shu punktini yana boshqatdan o'qing. Ichki ishlar organi xodimi o'z ish yurituvida bo'lgan ishlar va materiallarning mohiyati haqida biron bir tushuntirish berishga, virgul, to'g'ri bormi? Hop. Endi oxirini o'qing endi. Berishga qonunchilikda nazarda tutilgan hollar. Emas degan joyi bormi? Yo'q, eshittiring-a, o'qiyman o'shani. Bo'ldi, men sizni eshitdim. Shuni Aka, siz qonunni avval mohiyatini tushunib oling-da. 33-moddasini oching, qomusimizni. Konstitutsiyaning 33-moddasi-ya? Siz buni lekin anaqa mohiyatini tushunmabsiz. Buni alohida urg'u berib qo'yib beramiz. Yaxshi. O'tda bo'lar bo'lmas gaplarni gapiravermang. Yaxshi. Buni qo'yib beramiz. Hurmatli Shohrux G'iyosov, sizga qonunni yana bir bor o'qib beraman. Ichki ishlar organi xodimi o'z ish yurtuvida bo'lgan materiallar mohiyati haqida tushuntirish berishga yoki ularga tanishib chiqish imkonini taqdim etishga qonunchilikda nazarda tutilgan hollardan boshqa hollarda majbur emas. E'tibor bering. Bu yerda nazarda tutilgan hollardan boshqa deb aniq yozilgan. Siz esa aynan shu eng muhim jumlani o'qishni unutib qo'ygandek bo'ldingiz yoki qonunni o'zingizga qulay tarzda talqin qildingizmi? Jurnalistlarga esa qonun bilan aniq huquqlar berilgan. Jurnalistik faoliyatni himoya qilish to'g'risidagi qonunning 5-moddasida jurnalist mansabdor shaxs qabulida bo'lish,
ma'lumotlarni belgilangan tartibda, shu jumladan texnik vositalar yordamida yozib olish huquqiga ega deb aniq yozib qo'yilgan. Demakki, bu huquqlar Ichki ishlar to'g'risidagi qonunning 34-moddasi bilan birga qo'llanadi. Shu sababli men ushbu moddalarni sizga qayta o'qib, tushuntirib berdim deb o'ylayman. Endi suhbatning davomiga o'tamiz. Qonunchilikka rioya qiling. Qaysi qonunga rioya qilmayapman? Qonunda aniq ko'rsatilgan. Qaysi qonunda? Agarda sizga informatsiya kerak bo'lsa, menga murojaat qilasiz. Axborot xizmatiga. U qaysi qonunda bor edi? Davlat organlarining ochiqligi to'g'risida. Oke, men kelishimdan oldin davlat organlari ochiqligi to'g'risidagi qonunni o'qib chiqdim-da, bu, lekin faqat matbuot o'qigan bo'lsangiz. Nechinchi moddasi edi? 8-moddasini oching. Hozir birinchi va Konstitutsiya 33-moddasini o'qib bering, bo'ladimi? O'qing. Har kim fikrlash, so'z va e'tiqod erkinligi huquqiga ega. Har kim istalgan axborotni izlash, olish va tarqatish huquqiga ega. Davlat buni o'zingiz o'qib berdi. Davlat internet jahon axborot tarmog'idan foydalanishni ta'minlash uchun shart-sharoitlar yaratadi. Axborotni izlash, sharoit yaratib beryapman. Maylimi gapiryapsam? Axborotni izlash, olish va tarqatishga bo'lgan huquqni cheklashga faqat qonunga muvofiq hamda faqat konstitutsiyaviy tuzumni, aholining sog'lig'ini, ijtimoiy axloqni, boshqa shaxslarning huquq va erkinliklarini himoya qilish, jamoat xavfsizligini hamda jamoat tartibini ta'minlash, shuningdek davlat sirlari yoki qonun bilan qo'riqlanadigan boshqa sir oshkor etilishini oldini olish maqsadida zarur bo'lgan doirasida yo'l qo'yiladi. Men davlat sirini so'ramayman. Siz davlat sirini so'ramayapsiz? Qonunda belgilangan ekanmi? Cheklanishi mumkin ekanmi informatsiya? Xo'p, qaysi informatsiyani cheklayapsiz? Bo'ldi, shuning uchun siz menga murojaat qilasiz. Nima savolingiz bo'lsa, siz ommaviy axborot vositasi vakili sifatida axborot xizmatlari bilan ishlaysiz. Qayerda yozilgan? Xo'p, qarang. Davlat sabab qonunga bo'ysunasizmi? Vot, siz ham qonunga bo'ysuning. Xo'p, bo'ysunam. 8-modda dedingizmi? Nima savolingiz bo'lsa, menga savol berasiz. 8-modda dedingizmi, aka? Savolingizni menga berasiz. Beryapman mana. 8-modda dedingizmi? Davlat boshqaruvi organlarining ochiqligi to'g'risidagi qonun 8-moddasi dedingiz, to'g'rimi? Xo'sh. O'shani o'qib beraman. Davlat hokimiyati va boshqaruv organlari rahbarlarining davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyatining ochiqligini ta'minlash sohasidagi vakolatlari. Davlat hokimiyati va boshqaruv organlari rahbarlarining davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyatining ochiqligini ta'minlash sohasidagi vakolatlariga quyidagilar kiradi. Davlat hokimiyati va boshqaruv organlari tarkibiy va hududiy bo'linmalarining o'z faoliyati to'g'risidagi axborotdan foydalanuvchilarning foydalanishini ta'minlashga doir faoliyatni muvofiqlashtirib borish. Davlat hokimiyati va boshqaruv organlarining faoliyati to'g'risida axborot taqdim etish, tartibni belgilovchi normativ huquqiy hujjatlar, normativ va boshqa hujjatlar ishlab chiqilishi hamda qabul qilinishini tashkil etish. Davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyatining ochiqligini ta'minlash bo'yicha o'tkazilayotgan tadbirlar monitoring qilinishi hamda doimiy ravishda kompleks baholanishini tashkil etish. Davlat hokimiyati va boshqaruv organlarining faoliyati to'g'risida axborot taqdim etish uchun mas'ul bo'lgan mansabdor shaxslarni belgilash. Qaytadan o'qing shu joyini. Davlat hokimiyati va boshqaruv organlarining faoliyatini to'g'risidagi axborot taqdim etish uchun mas'ul bo'lgan mansabdor shaxslarni belgilash. Juda ham yaxshi. Mana shu gapga urg'u bering. Mansabdor shaxs bu shu ichki ishlar xodimlari bo'ladimi? Shohruh G'iyosov janoblari, siz suhbat davomida gapni bir necha bor burib yubordingiz. Hattoki o'zingiz aytayotgan qonunda ham javob berish mansabdor shaxs vakolatida ekanini yozib qo'yilganini inkor qildingiz. Keling, suhbatning davomida yana bir qismini tinglab olamiz. Moddasini ochib qaring endi. Nechinchi? 10-moddasini ochib qaring. Shuni 10-moddasi-ya? Ha? Davlat hokimiyati va boshqaruv organlarining axborot xizmati. Davlat hokimiyati va boshqaruv organlarining o'z faoliyati to'g'risidagi axborotni tayyorlash hamda tarqatish vazifalarini bajaruvchi, shuningdek ommaviy axborot vositalari va jamoatchilik bilan hamkorlikni ta'minlovchi tarkibiy bo'linmasi yoxud ushbu vazifalarni bajarish zimmasiga yuklatilgan shaxs davlat hokimiyati va boshqaruv organlarining axborot xizmatidir. Bundan nima ekan? Qarang, qayta o'qib beraman. Yaxshi tahlil qilib oling, xo'p? Savolingiz bo'lsa, axborot xizmatiga murojaat qilib Qani o'sha joyi?
xuddi shu narsalar yozilgan. Siz 8-moddada, boya 8-chi agarda sizni savolingizga javob kerak bo'lsa, axborot xizmatlariga murojaat qiling. Qani o'sha joyi aka? Ularni siz bilan gaplashishga majburiyati yo'q. Bor. Kim bo'li sizlar u anaqani suiiste'mol qilyapsiz hozir. Nimani? Ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonun. Qanday suiiste'mol qilyapman? O'tako tergovga oid material yozishga haqqingiz yo'q ekanmi? Qanaqa tergovga oid? Nimaga keldingiz bo'lmasa? Biz hali shu tergov ketyapti, men o'shini so'rash uchun kelgandik. Agar tergov qarang aka. Qarang aka. Qayerda yozilgan? Qonunda yo'q u joyi. Qonunda yo'q u joyi. Axborot xizmati vakilidan. Qonunda yo'q u joy. Hozir o'qib ham berdim. Mana qonunni o'qib turibsiz hozir. Tushunmadingizmi? Yo, siz tahlil qila olmayapsizmi aka? Qaytadan o'qing yana bir marta. Qayta o'qib berdim. Keyingi masalaga o'tamiz. Siz meni o'sha paytda eshitmaganingiz uchun men yana bir bor sizga quyidagi modda mazmunini o'qib tahlil qilib beraman. Davlat hokimiyati va boshqaruv organlarining ochiqligi to'g'risidagi qonunning 10-moddasi. Axborot xizmati. Axborot xizmati xodimi davlat organi faoliyati haqida axborot tayyorlaydigan, tarqatadigan va ommaviy axborot vositasi bilan hamkorlik qiluvchi bo'linma. Savol: ushbu moddada jurnalistlar faqat axborot xizmati orqali ma'lumot oladi degan biror jumlani ko'rdingizmi? Albatta yo'q. Chunki bunday qoida mavjud emas. Sizning vazifangiz mana shu modda asosida axborot berish, jurnalistdan qochish emas. Agar siz tilga olayotgan moddalarda jurnalist ma'lumotni faqat axborot xizmati orqali oladi degan jumlani topib bera olsangiz, men ikki qo'limni ko'tarib tan beraman. Keling, suhbatning davomiga qaytamiz. Qayta o'qing yana, yaxshilab o'qingizda keyin keladi. Sizni vazifangiz qiladigan adabada o'tishadigan vaqt yo'q mana. Tushundingizmi? Savolingiz bo'lsa savolingizni bering. Beryapman savolimni. Siz javob bera olmayapsiz. Bering savolingizni. Nima ekan savolingiz? Eshityapman savolingizni. Siz boya aytdingiz, siz jurnalistmisiz, vakilisiz. Vakilsiz. Qachon o'qishingizni bitirsangiz, undan keyin men jurnalist. Qayerda yozib qo'ygan? Sharmanda qilmang. Qayerda yozib? Ommaviy axborot vakilisiz, bo'ldi. Qayerda yozib? Qarang aka. Qayerda yozib qo'ygan? Faqat xuddi shunaqa olib o'qisangiz shunaqa bo'ladi. Qayerda yozib qo'ygan? Qayerda yozilgan? Udostreningizni ochib o'qing, nima yozilgan udostreningiz. Maxsus muxbir deb yozilgan. Bo'ldi. Jurnalist deb yozilmagan ekan. Muxbir kim? Bo'ldi. Muxbir kim? Vakili muxbir. Muxbir jurnalistga kirmaydimi? Xo'p, mayli jurnalist bo'libdi. 5 yilga oldiga o'tdik, o'qishni bitirdingiz ham. Jurnalist bo'ldingiz ham. Nima savolingiz bor menga? Gapiring. Chiqsin. Sizga savolim yo'q aka meni. Bo'ldi, nima qildingiz kelib bu yoqqa bo'lmasa? Boring, bemalol. Toshini ter degan kitob o'qiganmisiz? Yo'q-a. Ha? Shohruh G'iyosovman dedingiz-a? Xuddi shunday. O'sha kitoblarni o'qiysizda, keyin safar kelasiz yana, xo'p? Yo'q-a. Savolingiz bo'lsa menga berasiz. Xodimlar bilan gaplashing. Savolingizga javob berishga juda yaxshi bilar ekansiz-a? Qonni qayerda o'rgangansiz? Alo. Labing. Qonni qayerda o'rgangansiz, aka? Kerakli joyda o'rganganman qonunni. Shuning uchun keyin safar tahlil qilolmas ekansiz. Mana qiling. Birinchidan muomalangizni to'g'irlang. Men muomalani to'g'irladim, siz to'g'irlamadingiz. Takoy privet degan kitob bor. O'shani qanday o'qigansiz o'sha kitobni? O'sha kitobni ham olib o'qib oling yaxshilab, xo'p? Yo'q, shuni olib kelib bersangiz, men o'qiyman. Bo'ladimi? Bo'ldi, kelsangiz men sizga taqdim qilaman. Bo'ldi, qayerda ko'rishamiz? Toshkentga keling, gaplashamiz. Boraymi Ichki ishlar vazirligiga? O'shda ko'rishamizmi? Menga kelib telefon qilsangiz, men o'zim sizni topib olaman. Bo'ldi, yaxshi, aka. O'shda ko'rishamiz. Bo'ldi, hozir xodimlarning faoliyatiga xalaqit bermang. Yo'q, qanaqa faoliyatiga xalaqit beryapman ekan? Xalaqit beryapsiz xodimlar faoliyatiga hozir. Qanaqa xalaqit beryapman ekan? O'z vakolatiy suiiste'mol qilyapsiz. Qanaqa suiiste'mol qilyapman? Xuddi shunaqa suiiste'mol qilyapsiz. Men bilan gaplashishingiz kerak, agar siz savolingizga javob kerak. Aka, qonunda yo'q-ku, o'qib ham berdim, tahlillar qilib berdim, tahlil qila olmagan bo'lsangiz. Yana bir marta o'qing. Yana o'qing nima yozilgan. Aka, tahlil qilib oling, u qonunda xo'p, so'zma-so'z. Nima yozilganligini menga murojaat qilasiz. Qayerda yozilgan? Tushuntira oldimmi? O'sha hozir o'qigan hamma qonunda shu narsa yozilgan. Yo'q, tahlil qila olmas ekansiz-a siz? Nima ekan? Tahlil qila olmas ekansiz-a? Вот какой ответ, такой привет degan kitob bor, bilasizmi? Yo'q, bilmayman. Вот o'shani o'qib oling. O'shanda yozilgan shu narsa. Nimaga men o'qib olishim kerak? Siz qonunni o'rganib oling, ha? Sizga kerak bo'lgani uchun o'qiysiz. Siz qonunni o'rganib oling. Bo'ldi, boshqa siz bilan vaqtim yo'q, meni adib qilishga. Shuning uchun. Sizni vazifangiz nima o'zi? Agar savolingiz bo'lmasa, sizni vazifangiz. Bermay xodimlar. Sizga savolim. Aka, sizga fuqarolar bilan ishlashadi. Men kimman?
Nima kimman? Mana men bilan gaplashyapsiz kim bo'lsangiz ham. Ha, nimaga? Tushundingizmi? Nimaga? Hozir mana o'qidingiz 2 soat, nimani o'qidingiz? Aka, sizga tahrirlam qilib berdim. Siz tushuna olmayapsiz. Siz tushuna olmayapsiz. Tushunmagan bo'lsangiz. Siz tushuna olmayapsiz. Yana o'qiysiz tushunmagan bo'lsangiz. Tushundingizmi? Aka, siz tushuna olmayapsiz. Men sizga tahrirlam qilib berdim. Yo'q, siz tushunmayapsiz. Borib u hamma joyda Aka, sizning funksional vazifangiz nima, aka? Men juda yaxshi bilaman funksional vazifamni nimaligini. Siz ham yaxshilab o'qib oling o'zingizni vazifalaringizni. Majburiyatingizni o'qib oling yaxshi. Sizni xo'p, sizni funksional qilasiz, menga savol berasiz, men sizga savolingizga javob beraman qonunda o'rnatilgan tartibda. Xo'p, aka, eshitishni ham bilasizmi? Ishingizga omad. Javob bera olmayapsizmi? Kim javob bera olmayapti? Sizni funksional vazifangiz nima? Men juda sizga hozir atchot beraymi? Funksional vazifammi? Bo'ldi, kelasiz, men sizga atchotni ham beraman. Gaplashib ham qo'yamiz siz bilan. Yo'q-e. Tushundingizmi? Bidirlarga boshqa unaqa xodimlarga, boshqalarga, o'zidan katta odamlarga o'tda sakra, boshqa qilib jurnalistlarni men sakramayman. Men boshqalarning faoliyatini sharmanda qilgan keyingi safar. Kim sharmanda qilyapti? O'zi hamma tugayali yuribdi men. Haligi ommaviy axborot vositasi vakiliman deyishga uzdashingizda. Yo'q-e. Ha, xuddi shunaqa. Bu aka, bizlarni bunaqa muomala qilishimiz sizga o'xshab qonni bilmasligidan. Qanaqa muomala qilyapsiz? Какой ответ, такой привет. Tushundingizmi? Nima? Siz davlat xodimisiz. Fuqaroga umuman bunaqa muomala qilish haqqingiz yo'q. Men fuqaro bilan gaplashyaptganim yo'q. Ommaviy axborot vositasi vakili bilan gaplashyapman. Hop, u kim bo'ladi? U kim bo'ladi? Qonuniy talabingizni bajaring, qonuniy vazifangizni bajaring. Qanaqa meni vazifam? Hozir o'shanaqa so'rovmi? Bo'yicha so'rov kiriting, so'rovingizga javob olasiz. Aynan so'rov kiritsin degan joyi yo'q-ku. Men shunaqa so'rov qarang aka, jurnalist faoliyatini himoya qilish to'g'risidagi qonun 3-moddasini o'qib oling. Kim xalaq beryapti? Bo'ldi, давайте. Bering trubkangiz, o'zingiz trubkangiz, telefoningizni bu xodim trubkasini bering. Xodimniki. Sog' bo'ling. Bo'ldi, qaytarib bering. Salomat bo'ling. Shohrux G'iyosov, siz suhbat davomida qayta o'qishni tugatmagansiz, jurnalist emassiz degan gaplarni takrorladingiz. Sizga bitta savol. Jurnalist kim? Qaysi qonunda jurnalist bo'lish uchun albatta diplom bo'lishi shart deb yozilgan? Hech qaysi qonunda bunday talab yo'q. Hozirda men o'zjo'ku talabasiman. Talabalar ishlashga haqli. Ular 5 yil o'qib, diplom olib, ishsiz yurishi shart emas. Yoki sizningcha ba'zi bir qo'sh tirnoq ichidagi jurnalistlar kabi sizlarning kamchiliklaringizni tanqid qilmasdan paxta qo'yishim kerakmi? Bu savollarimga albatta rasmiy javob berasiz degan umiddaman. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xodimi Shohrux G'iyosov, siz biz bilan bunday ohangda gaplashayotganingizning sababi nima? Jurnalist sifatida haqiqatni talab qilayotganim uchunmi? Ichki ishlar xodimlari qonunni to'liq bilmasligini ko'rsatib qo'yayotganim uchunmi? Yoki sizning ishingizdagi mas'uliyatsizliklarni ochib qo'yayotganim uchunmi? Mas'uliyatsizligingizni misol tariqasida Yunusoboddagi xodimlaringizning noqonuniy harakatlari oqibatida yuzaga kelgan muammo. Siz ushbu holat bo'yicha noto'g'ri axborot tarqatganingizni juda yaxshi bilasiz. Siz rasmiy bayonotingizda jurnalistlar va fuqarolar o'rtasida janjal kelib chiqqan va xodimlar IIB binosiga olib borgan degansiz. Aslida voqea bunday bo'lmaganini juda yaxshi bilasiz. Agar bilmasangiz, bu ham sizning ishingizga nisbatan mas'uliyatsizligingizni bildiradi. Bu yolg'on axborotingizni hammasi emas. Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Surxondaryo viloyatida ichki ishlar xodimlari sabab 2 inson vafot etganda ham ommani chalg'itish uchun yolg'on axborot tarqatib, fuqarolarni o'zini aybdor qilgansiz. Assalomu alaykum hurmatli jurnalistlar. Mana yana tema topildi Qoraqalpog'istonda, Surxondaryoda. Hech kim hech narsani tekshirmaydi, so'ramaydi. Bo'ldi, mana shunaqa bo'lgan ekan deb ketdi anaqalar. Mayli, eshitinglar. Demak, Qoraqalpog'istonda odam o'zi pnevmoniyadan o'lib qolgan. Haqiqatan ichki ishlar organlariga olib kelgan, uni anaqaga olib borgan undan oldin. Ko'chada g'irt mast alasi yotgan bo'lgan, borib tekshirtirgan, peshanasi jarohati bo'lgan, keyin radiolga olib kelgan, mazasi bo'lmagan, olib borgan o'lib qolgan. Uni prokuratura polностью tekshirgan, xodimda hech qanaqa ayb yo'q va jinoyat ishini qo'zg'atish to'g'risida rad etilgan. To'shda hozir tekshirilyapti qaytib, endi onasi yana yozgan, shu onasimi, anaqasi yana заявление qilgan, ichki ishlar organlari urdi, o'shanga yana prokuratura tekshiryapti. Bu Qoraqalpog'istondagi holat bo'yicha. Endi Denovdagi holat bo'yicha. Denovdagi ham g'irt xudo urgan, undan oldin ubiystvo bilan sudlangan odam. Uyda ham hech kimga tinchlik bermaydi, janjal vechniy, o'zi ham undan oldin qayerda ham kalta yegan, nima bo'lgan, borib xodimlar uni olib kelgan.
yo'lda ham u qarshilik ko'rsatgandan keyin nima qilsin, kuch ishlatadi deb bizanikilar. Keyin undan keyin uni qo'yib yuborishgan hali. U xudo biladi qayerda yurgan, nima bo'lgan, haqiqatan jarohatlardan o'lgan. Lekin qayerda jarohat olgan, nima qilgan, больницаga olib ketayotgan paytda, oxirgi paytda aytgani, "Men militsiya urdi" deganman. O'lishdan oldin. Shuning uchun mana hozir ikkita yosh bolam, bittasi 97-yil bola, bittasi 2003-yil bola. Profilaktik inspektorining yordamchilari. Mana ikkalovi ham endi juvonmay bo'lib ketdi bu. Xudo urganning orqasidan. Hammasi mas, bir anaqa. Shuning uchun bir narsa gapirishdan oldin, bir narsa yozishdan oldin til bilan chopmanglar, iltimos. Bunda ozgina surishtirib ko'ringlar, menga chiqinglar, so'ranglar, menda men sizlarga tushuntirib beraman, nima holat bo'lgan, nima qo'ygan o'tdi. Bu umumiy sizlar xulosa qilishingiz uchun, bu hech qanaqa rasmiy anaqa emas, rasmiyni beramiz, qayerda kerak bo'lsa. Biz siz bergan yolg'on axborotlardan so'ng qanday qilib sizdan yana ma'lumot so'raymiz? Sizning qanday javob berishingizni juda yaxshi bilamiz. Keling, sizga yuborgan so'rovimiz va sizning javob xatlaringizni yana bir bor aytib o'taman, agarda esingizdan chiqqan bo'lsa. Mana bu so'rovimizda sizdan murojaatchining murojaatiga ko'ra tergovchining harakatlari bo'yicha ma'lumot so'raganmiz. Siz bo'lsa ikki qator qilib ushbu ma'lumotlarni bizning veb-saytlarimizda kuzatishingiz mumkin deb javob bergansiz. Lekin bilamizki, saytlarda tergovchining harakatlari haqida ma'lumot bermaysizlar. Saytlaringizda faqat yurtimizda olib borilayotgan izchil islohotlar natijasi haqida yoritib borasiz. Shohrux G'iyosov, siz menga aytgan har bir moddada aslida o'z fikringizga qarshi chiqadi. Siz buni tushundingiz degan umiddaman. Endi esa savol. Siz ushbu suhbat orqali prezident siyosatiga qarshi ekanligingizni isbotlamoqchi bo'ldingizmi yoki alam ustida nima deyotganingizni o'zingiz ham tushunmay qoldingizmi? Chunki davlatimiz rahbari doimo ochiqlik, shaffoflik, fuqaroga xizmat qilish haqida ta'kidlaydi. Sizning gaplaringiz esa aksincha yopiqlik va rad etish siyosatini eslatadi. Siz Konstitutsiya, ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun va ommaviy axborot vositasi to'g'risidagi qonunlarga qarshimisiz? Bu holatlarga baho berish xalqqa havola. Farg'ona vodiysidan kelayotgan kishi esa 8 ta ana shunday postga duch keladi. Mana Farg'onadan. Toshkentdan o'tasiz bitta post, tepadan o'tasiz ikkita post. Tepadan yaxshilab tekshiradi. To'g'ri yo'lga Namangan kirgansiz yana bitta kalamushlar turadi. Militsiyani faqat shakal bilan g'alamislar yomonlaydi. Kalamushlar turadi. Militsiyani faqat shakal bilan g'alamislar yomonlaydi. Kalamushlar turadi. Qayerdan kelyapsiz? Oching arqamni deydi. Mana shu. Bu nima bu o'zi? Shu munosabat bilan viloyatlar chegarasidagi barcha yo'l patrul postlarini tugatish, patrul xizmati statsionar postlarini sonini keskin kamaytirish lozim. G'iyosov militsiyani faqat shakallar va g'alamislar yomonlaydi degandan keyin mana bu gapni aytadi. Qolganlarchi? Qolganlar duo qiladi, ishim tushmasin deb. Boshladik demak. Ha, kamera aytaylik.